3 milyondan ortiq əgəşküsü bolğan Google programmasının dağlıq riyasatçısı Polşalıq Agon Xare özünün Xitay virusunun dunyoga yamirishi, Xitoyning Hong Kong demokratchilarini qanunsuz bostirishi, Xitoyning dunyoni mustamlika qilish qarniyat qatorliq videolarda Xitoy kommunist hokimiyatining razil abdi bashirisini amaliy misol va jonliq ko'rinishlar bilan nihoyat ta'sirlik echib berib, 2 milliondan oshgan əgəşküchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Bu qitim yana Xitoydagi jazo lagerlaridagi Uyg'ur musulmonlari va ularni qanday qutqizishimiz kerak degan mavzuliq videosi ijtimoiy taratqularda keng tarqalib, dunyo xalqining Uyg'urlar uchrayotgan echinishli tragediyasini tushunish va Xitoyning qabih bostirish siyosatini bildirishda cho'ng rol o'ynadi. Sizlar ko'rayotgan bu ko'rinishning haqiqat bo'lishini aslo xohlamaydim. Bugungi davrda Xitoy kommunist hokimiyati 3 milliondan ortiq odamni jazo lageriga solashdak bu qabih qilmishni yushirib, aslida hammani inkor qildi. Keyin maxfiy hujjatlar sun'iy emroh bilan tortilgan jazo lagerlarining o'rni va bu sin ko'rinishlar oshkorlangandan keyin tarbiyalash markazi deyishga majbur bo'ldi. Jazo lageridan chiqqan shohidlar Xitoyning atalmish tarbiyalash markazlarida qattiq qiynash, urush qatorliq echinishli tragediyalarning yuz berdiganligi to'g'risida guvohlik berdi. Bu video ko'rinishlardagi ayollarning ohuzari, narsid bolalarning yig'izari, qerlarning faryotlari, qo'l ishchilarning turkumlab qo'llariga ko'yzik shallar bilan jinoyatchilardek yo'tkilishi, hargizmi Xitoy aytgandek tarbiyalash markazidagi insonlar emas, balki natsiyat ketlarining yahudiylarni qirgandek irqiy qirg'inchiligidan boshqa narsa emas deb, jonliq, ta'sirlik nutq bilan dunyo xalqini Uyg'urlar bilan birga bo'lishga, Xitoyning Uyg'urlarni qirib tugatishdek bu vahshiy qilmishiga qarshi turishga chaqirdi.